Ya'ni men nimadir programma xohlayapman, sizga kelaman, menga yasab berasiz. Hatto shunday dasturchilarim bor, 4,5–5,000 dollar oylik oladi. Nimaga siz o'ylayapsizki, zarra qila olmagan narsani siz qilaman? Tuzilgan dasturiy ta'minot kelajagi qiziq emas. Ularga asosiysi xodimni sotish. Odamni boshqaryapsiz, siz kod boshqarmayapsiz. O'zbekistonlik dasturchilar chet elliklardan ko'ra kuchliroq. Men qo'shilmayman, mayli, bu sizning fikringiz. Doim Barselonaga yutqizib deyapsiz-da. Nima esa hech futbolistlarim yo'q deyapsiz. Odam bilan ishlash bo'yicha haqiqatda kuchliroqman. Samsung funksiya, iPhone brend. Kengaymoqchi bo'lgan biznes oxiri brend darajasiga yetib kelish. Ko'proq axborot ko'rib o'rgandirsiz deb o'ylayman. Hozirgi tendensiya dasturiy yozish muammo emas, uni sotishdir. Siz odam sotyapsiz. Odam savdosi bilan shug'ullanasiz. Tak, o'zingizni tanishtirasiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismim Ahrorbek. O'zimning shaxsiy biznesimda 7 yilcha bo'ldi. Komandalar ujida kompaniyani ochib, dasturiy ta'minotlar tuzamiz va startaplarni boshqaramiz asosan. Zo'r. Faoliyatimiz shunaqa. Juda yaxshi. Nima konkretan dasturiy nima qilasizlar? Nima programma, nima tuzasizlar? Xo'p. Endi asosan ko'p yillik faoliyatim Amerika davlatida ishlayman. Amerikaga dasturiy ta'minot tuzib topshiramiz. Turli yo'nalishda. Xo'p, nima asosiy yo'nalishingiz nima? Asosan shu boshqarish, CRM, ERP sistemalar. O'zingiz yozasizmi yoki integratsiya qilib berasiz? O'zimiz noldan yozib, shu podzakaz klientni so'rovi bo'yicha ishlab chiqaramiz. Aha, ya'ni sizda ko'proq outsourcega dasturchilarning xizmatini ko'rsatadigan faoliyat, to'g'rimi? To'g'ri tushundim? Yo'q. Ya'ni men nimadir programma xohlayapman, sizga kelaman, menga yasab berasiz. Ha, shunaqa. Shunaqami? Zo'r. Yaxshi. Zapros nimada? Nima qat'iy zoryapti? Eng qizig'i o'zi sizni faoliyatingizni 1 yildan beri kuzatib boraman, vaqtda chetda bo'lganman. Alloh rozi bo'lsin. Shu borganimdan keyin shu nima O'zbekistonda aynan biznes faoliyati qanaqa yuritiladi, shu kengayish maqsad bo'lganda. Kamchiligim nima, shuni bilmaganman. Ochiq gap, shu klassik biznes yuritish deymizmi, oldindan shunaqa bo'lib kelganmiz. Onlayn kursingizda o'qigandan keyin уже bo'ldi, hamma portladi, уже hozir qayerda yurganimizni ham yo'qotib qo'ydik, уже ochiq gap. Endi kamchiligimiz juda ko'pligidan qaysi birini qachon tuzatishga ham hozircha shu izlanishdamiz. Xo'p. Xo'p, eng yonayotgan nuqtasi ishlab chiqargan mahsulotlarimizni sotish. Birinchi o'rinda O'zbekistonda mahalliy bozorimizni sotish bu birinchisi. Bundan tashqari yana bir savol. Aynan IT sohasida riskni kamaytirish. Risk. Bizda shunday risk borki, hozirgi kunda muayyan sabablarga ko'ra mahalliy bozordagi ishchilarning narxi juda ham baland. Hatto shunday dasturchilarim bor, 4,5–5,000 dollar oylik oladi. Endi shunaqa katta rasxod qilib, komandalarda masalan bitta dasturni yetkazib chiqarish uchun o'rtacha 10–15 tacha xodim kerak bo'lishi mumkin-da. Bitta startapni boshlab, uni oxiriga yetkazib, misol uchun sotuv agar to'g'ri yo'lga qo'ya olmasangiz, yaxshigina rasxodga tushasiz. Shunaqa tomonlari bor. Shunaqangi risklarni kamaytirish. Shunaqa. Da. Shu asosiy ikkita savol. Zo'r. Ya'ni asosiy masala bu biznesni foydali ushlab turish. Shunaqa desak ham bo'ladi. Sotuv bo'lsa o'z-o'zidan kengayish, foydalanish. Tushundim. Mana qilaylik, zo'r, yaxshi savol aslida. Qiziq biznes, hamma tushunda biznes model. Ya'ni bular dasturchilar bor, sizlarga qanaqadir programma kerak, kelasizlar, programma yozib berishadi. Bular programma yozib bo'ladi, programmist qaysidir programma yozib bo'ladi. Tugatguncha ikkinchi zakaz olib kelishlari kerak. Ikkinchi zakaz kelmay qolsa, programmist oyligiga ketyapti, bular minusga qarab kelib ketadi. Eng katta muammo bunaqa kompaniyalarda aynan shundan iborat. Nima yechim bor bu muammoni? Biznes model nuqtai nazaridan keling, bor mavjud biznes modellarini ko'raylik. Mana misol uchun siz EPAMsizda, EPAMning kichkina varianti, to'g'rimi? Mana EPAM degan yirik kompaniya bor, Belarusdan kompaniyasi, hozir amerikanskiy kompaniya bo'lib ketgan. Bular minglab, 10 minglab dasturchilar ishlaydi, lekin boshqa kompaniyalarga ishlaydi. Nimaga bular sizdagi risk ko'rmayapti? Xo'p, shaxsan o'zimdan 10 ga yaqin xodim adashmasam EPAMga o'tib ketgan. Birinchi ularning yutug'i, ular riskni o'zini bo'yniga emas, klient bo'yniga tashlaydi. Misol uchun ular o'rtada turgan posrednik. O'zi aytganingizda outsource. Zo'r. Xodimni topadi. Dastlab ular klient topadi, ya'ni zakazchi topadi, keyin xodimni topadi. Zo'r. Ya'ni bular asosan proyektni kompaniya, to'g'rimi? Bular men EPAMning faoliyatini kuzatganimda, ular уже tuzilgan dasturiy ta'minot kelajagi qiziq emas. Ularga asosiysi xodimni sotish.
yashang. Shuni ustidan yashang. Zo'r. Qarang, biznes model boshqacha ekanda. Sizda biznes model, siz programma sotmayapsiz. Mana shu narsaga olib kelolmay, o'zingiz kelibsiz bu narsaga. Ya'ni biznes model biz nima bilan shug'ullanamiz o'zi degan savolga javob topish kerak. Biz nima bilan shug'ullanamiz? Siz to'g'ri xodimni to'g'ri narxga sotish to'g'risida gaplashyapmiz. Mohiyati mayli. Mohiyati siz dasturchi siz odam sotyapsiz. Odam savdosi bilan shug'ullanasiz. Alloh qarasa, yaxshi ma'noda, yaxshi ma'noda. Ishchi kuchini desak to'g'ri. Ishchi kuchini sotyapsiz, zo'r. Qaysi kompaniyalar bilan sotyapsiz? Misol uchun, qaysi mijozingiz yo'q ham deylik, lekin sizni sohangizda ishlayotgan, sizga o'xshagan kompaniyalar bilan ishlaysizmi, hamkorlik qilasizmi? Bir-birlarni to'ldirib turasizlarmi? Kim bor? Xo'p. Aynan to'g'ridan-to'g'ri o'zimga o'xshagan hamkorim yo'q. Lekin dunyoda ko'p. IT kompaniyasi bo'yicha o'sha Amerika bilan hamkorlik ishlaymiz. Hindlar bor, Amerikalar bor, juda ko'p. Sizga o'xshagan kompaniyalar bor, to'g'rimi? Hamkorlik qilsa bo'ladimi? Qanaqadir marketplace qilsa bo'ladimi bu yerda? Bo'lsa kerak. Nima yo'nalishda qilsangiz bo'ladi? Kim bilan shunaqa kelishingiz mumkin? Misol uchun sizda bo'sh turgan programmist unga berasiz, unda bo'sh turgan siz olib turasiz. Kim bor? Potensialni ishlash mumkin bo'lgan kompaniya. Oxirgi vaqtlarda kuzatganim shu boshqa ishchi kuchi arzonroq bo'lgan davlatlarda balki ishchi kuchlarni xayr qilish mumkin. Masalan, O'zbekistonda ishchi kuchi qimmatligi uchun rasxoddan balandroq bitta mahsulot yetishtirib chiqarish kerak. Zo'r. Endi xuddi shuni teskarisi, masalan, Turkiya yoki arab davlatlarida arzon. Aslida qarang, mana sizni vazifangiz aslida nima bo'ladi? Siz sotuv ofisisiz. Mana misol uchun mana qilaylik, chizamiz. Mana bitta mijoz bor. Mana bitta PM bor, ya'ni o'sha boshqaruv ya'ni project management komanda. Men siz bu yerda ko'ryapman. Bu yerda dasturchilar bor. To'g'rimi? Bu yerda dasturchilar bor. Bizda ikkita yo'l. Birinchidan mijoz bilan kelishayotganda ikki xil kelishuv bor. Birinchisi bu dastur narxi deymiz, dastur narxi. Ikkinchisi bu texpodдержка. Ya'ni siz sotgan dasturingizni qanchadir foiz evaziga shu byudjet narxida bu dastur ishlab turishni ta'minlaydigan xizmat ko'rsatish hamma qiladi. EPAM ham qilsa kerak deb o'ylayman. EPAM necha foiz daromadi texpodдержка deb o'ylaysiz? Ma'lumot. Men EPAMni bilmayman, o'rganib ko'ring, lekin mana SAPda ishlaganman. 50% daromad texpodдержка. Ya'ni sotuv ham emas bu. Qachondir sotgan narsa prosta oqib tushib turadigan pul. O'rtacha adashmasam 22% mi? Qayta sotish xizmatlarda asosan shunaqa. Bu yo'q, mana men sizdan programma sotib olsam, bu divan emas-ku. Uni doim bagi chiqadi, unisi chiqadi, bunisi chiqadi, qarab turish kerak. Texpodдержкаga pul olasizmi? Bormi sizda texpodдержка bilan shug'ullanadigan xizmatingiz? Bor. Zo'r. Necha foiz daromadingizni keltiradi? 50% dan ko'proq ham даже menda. Yashang. Mana siz vazifangiz mana shu tomonga ko'proq fokus berish. Bu sizni ishlasangiz ishlamasangiz oqib turadigan pulingiz. To'g'rimi? Biznes model nuqtai nazaridan, moliyaviy biznes model nuqtai nazaridan mana shu narsa bilan shug'ullanishingiz kerak. Ikkinchi qism bu siz bilan, ya'ni biz sizni o'rtada bilsak, dasturchilarning orasidagi munosabat. Tasavvur qiling, siz endi kiyim-kechak bilan solishingiz, Zara brendisiz. Mana bitta tepada Zarasiz. Bu sex. Ishlab chiqarish sexi. Siz bitta sexga bog'liq bo'lib qolasizmi yoki bu joyda ishlab chiqaraverasizmi Zara logotipini urib? Hozirgacha faqat o'zimga bog'langanman. Endi kurs o'qigandan kengayish boshladim. Zo'r. Ya'ni bu dasturchilar har doim bu alohida proyektni komanda bo'lishi mumkin. Sizga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Ular bilan kelishishingiz mumkin. Sizda kelishuvingiz ikki xil bo'ladi. Birinchisi, oylikka o'tkazsangiz aytishingiz mumkin. Men qayerda oylikka ishlasang $20 soatiga beraman. Agar kerak bo'lganda chaqirsam $30. Men bergani sizga выгодныйroq, chunki hozir bor etayotgan risklaringizdan ketasiz. Shu joyga Alisher aka biznes modelga tushadim, ya'ni biznes model o'zgartirish. Xuddi shu. Aynan yaqinda shu narsani qildim, ochig'ini aytsam. Bu menga anchagina yengilroq bo'ladi. Anchagina rasxod ekonom qilishga yordam beradi. To'ppa-to'g'ri. Bu oddiy model. Muammo nimada? Muammo har doim mana hozir umumlashtirib gapiradigan bo'lsa, endi kimdir ITni tushunmayotgandir, mohiyati nima? Mohiyat biza biznesni bitta biznes deb ko'ramiz. Eng katta muammo mana shu fikrlashimizda. Biz vazifa biznesni tushunmasak
bo'lib ko'rishimiz kerak. Yana tushunmasa yana bo'lishimiz kerak, yana tushunmasa yana bo'lishimiz kerak. Xullas atom darajasiga tushishimiz kerak. Misol uchun menda aytaylik mana bir kasal keldi. Isitmasi chiqyapti. Nima qilamiz? Isitmasi chiqib ketdi mana 39 isitmasi, xudo ko'rsin. Yo'q, to'xtang. Siz sira sababini topish. Boshida sababini topishimiz kerak, diagnoz qo'yishimiz kerak. Sababi deylik, qayerdadir mana bu yerda qo'l tomonda yiring bor. Nima qilamiz? Yo'q, to'xtang. Yiring sababi nima? Yiring sababi nima? Yiring sababi mana bu soch mana hozir kattaroq qilib ko'rsak, yiring sababi mana bu qo'l. Yiring sababi nima bo'lishi mumkin? Mana bu yerda qayerdadir travma olgan, deylik, zirabcha kirib ketgan, kir bo'lgan, tarqatib yubordi, mikrob tarqatib yubordi. Ya'ni qarang, biza tanada muammo paydo bo'lsa, bizning vazifa chuqurlash, kichkina zirabchani topish. Maqsadimiz mana shu zirabcha. Biznesda ham shunaqa. Biznesda savdoimiz tushib ketdimi? Biz savdo tushib ketganini har bitta ana bo'lib kesimlarga biz o'sha savdo qaysi nuqtada tushib ketganini ko'rishimiz kerak. Misol uchun, mana sizda ishlab chiqarishingiz bor. Distributorga berasiz mol deylik, hozir mana suv deylik. Distributor bor, mana bitta savdo agenti bor. U kelib do'konga sotadi. Do'kondan kelib mijoz olib ketadi. Savdo tushib ketdi tepada. Qayerda muammo? Nima qilamiz? Biz bilmaymiz. Toki diagnoz qilmaguncha. Bizning diagnozimiz nimadan iborat? To'xta. Ilgari mana bu yerdan 100 so'm olardi. Hozir 100 so'm olyaptimi? Olyapti. Ilgari mana bu yerda sotuvchilari, savdo agentlari hamma 100 so'mlik narsani sotardi. Sotyapti. Tak, do'konga kiryaptimi 100 so'm kiryapti. Iste'molchi 100 so'mlik olyaptimi 50 so'mlik olyapti. Misol uchun. Biz o'sha bilyapmiz muammo qayerda? O'sha iste'molchi nimagadir bizning molimizni olmayapti yoki teskarisi bo'lishi mumkin. Iste'molchi 100 so'm xohlayapti, lekin unga 100 so'm yetib bormayapti. 90 so'm qilyapti va hokazo. Nimaga? Chunki distributor puli yo'q, sizdan yetarli assortiment sotib olishga. Luboy savdoni muammosini o'rganayotganda biz o'sha nuqtasini topishni bilishimiz kerak. Assalomu alaykum. Ismim Umarxon. Namangandan keldim. Anchadan kuzataman sizni. Alloh razı olsun. Pulni to'layotganda qo'lim qaltirab to'ladim. Uni ham bo'lib to'lashga bo'ladimi deb so'radim. Ki ishlab chiqarishimiz ham bor, 3 ta kafeyimiz bor. Biz 20 ta mijozga qayta qo'ng'iroq qilib, 11 ta zakaz oldik bir kunda. Zo'r. Qayta savdoni o'zida. Yangi mijoz oqimini oshirdik hamda kechani o'zida 4 milliardlik savdo qildik. Bu katta natija bo'ldi. Keyin shuni tushunyapmanki, biz to'lagan pulimiz, biz yonimizdan to'lamaymiz. Bu naborat bozorda ichidagi savdoni oshirganimiz natijasida konkurentlarimizni shunchalik to'lagan pulimizga aylanyapti. Xodim ikkita sababga ko'ra yaxshi ishlamaydi. Yaxshi ishlashni xohlamaydi yoki yaxshi ishlashni bilmaydi. Biz yaxshi ishlashni bilmayotgan xodimga motivatsiya berdik, yana ko'proq olib berdik. Yaxshi ishlashni bilmaydi. Nima qiladi? Yaxshilikmi? Qarang, oshqozon og'riyotdi, sizlar bosh dori beraman deysiz. Berib tashurmaydi dorini. Assalomu alaykum. Biza ancha oldin o'qiganmiz, 6-dasturda ancha ta'siri bo'lgan, ancha maza qilib o'rganmiz. Milliard klubga ham a'zomiz, full kontaktga, xullas Alisher aka bilan bog'liq bo'lgan hamma jabhada bormiz. Biz hozir bitta korxonadan 5 kishi bo'lib kelib o'qiyapmiz. Endi shuni o'zi yetadi, detallarigacha kirish shart emas. Shunchalik mazasini tushunganmizki, bitta korxonaga masalan 5 kishi baravar kelishi unaqa kichkina summa bo'lmaydi, hammanglar bilasiz, lekin hech qanaqa parvo qilmasdan shunday o'tkazib oldik, keldik. Menimcha shuni o'zi ancha yaxshi ma'lumot. Rahmat. Kelmaganlar kelinglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Mijozlar bilan qayta ishlashni ko'rib chiqdim. Bu darsgacha 4 ta 5 ta mijoz bilan ishlab, uji hozirgi holatdan 10-15% ga bir hafta bo'lmasdan o'zgarish bo'ldi. Bugungi olgan texnikam spin nimasi juda ham hozir menga idealniy ko'rinyapti. Mana shu spinni o'zida men hozir pulni to'laganim, qatnashganim, ketgan vaqtim hamma yo'g'i mana shuni o'zida uji menga
chiqib ketdi desa ham bo'laveradi. Bitta shuni o'zida ham. Oldingilari yana ham zo'r bo'ldi. Bir oylik biznes davolash kursimizga quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Xuddi shunaqa qilib kasalmi o'sha nuqtasini topishimiz kerak. Xuddi shunaqa qilib bularni biznesda biz o'sha nuqtani topishimiz kerak. Nuqta nimada? Bizda mana mijoz bor. Mijoz bularga mahsulot berishyapti. Mana Ahrorbekka mahsulot beryapti, ya'ni zakaz beryapti. Ahrorbek dasturchini yollayapti. Dasturchi tez 2 oyda ishini qilib qo'yapti. Mijoz keyingi zakaz bermayapti. Yangi mijoz kelmayapti. Muammo qayerda? Biznes dasturchi bizni pastga tortyapti. Ya'ni bu muammo biz bu oylik ovqat yeyish xohlayapti. Bo'ldi. Biz o'sha narsani mana hozir biznes model nuqtai nazaridan biz nima qilyapmiz? Biz mana aytaylik, o'sha Zarani misolida aytaylik. Biz brendimizda ishlab chiqarish ham biz, do'kon ham biz degan fikrdan ketamiz. Biz nimada mutaxassismiz? Biz kuchli tomonimiz nima? Zara bo'lsa, bizning kuchli tomonimiz brendni odamning miyasiga olib kirish. Zo'r. Sizning kuchli tomoningiz nima? Siz dasturchilarni ishlatishni biladigan odamsiz. Bo'ldi. Siz mana shu dasturchilarni ishlatishni biladigan odam bo'lib qoling, nima qilasiz hamma narsani qilib? Siz vazifangiz dasturchilarni ishlatishni biladigan odam qilish, bo'lish. Bu degani kerak bo'lganda dasturchilarni jalb qilish, kerak emas bo'lganda dasturchilarni nima qilish. Ya'ni zakaz tugadimi, o'sha boshqa loyihaga o'tish kerak, shunaqa demoqchisiz? Bo'ldi, zakaz unda qayta sotish qanday amalga oshirilsa bo'ladi? Yo'q, qarang, bu ikkinchi masala. Siz hozir ikkita masala ko'tarasiz. Men hozir birinchisi risk to'g'risida gaplashyapmiz, to'g'rimi? Risk. Riskni qanaqa qilib kamaytirishimiz mumkin? Riskni kamaytirish yo'li bu mana moliyada ikki xil xarajat bor. Doimiy xarajat bor va o'zgaruvchan xarajat bor. O'zgaruvchan xarajat bu mashinadagi amortizator. Ya'ni siz mashinada yamaga tushganingizda amortizatoringiz yumshoq bo'lsa nima bo'ladi? Yumshoqni o'tib ketasiz, yamadan tushdingiz, chiqib ketasiz. Amortizatoringiz qattiq bo'lsa, ya'ni o'zgaruvchimiz doimiy bo'lsa, qattiq bo'lsa, sinadi. Bitta yamaga tushsangiz, amortizatoringiz sinadi. Mashina to'xtaydi. Ya'ni bizda risk nuqtai nazaridan, mana risk degani nima degani? Mana misol uchun biz hozir chizib ko'rsataman. 100 so'mlik tan narximiz bor mahsulotni, uni 120 so'mdan sotamiz. Endi bizda 100 so'm tan narximizning ichida nima bor? Mana bu yerda arenda zavod bor. Mana bu yerda ishchilar bor. Bu yerda qanchadir bilmadim, foyda bor. Agar men bu hammasi deyarli doimiy xarajat, arenda, ishchi ushlab turish. 100 so'mlik mol sotyapman. Endi menda savdo tushib ketdi. Savdo yo'q. 120 emasdi, bilmadim, 90 so'mga sotishga majburman. Men minusga kirib ketaman. Chunki menda xarajatimda doimiy xarajat qismi juda katta. Agar men xarajatlarimning asosiy qismini o'zgaruvchan qilsam, любой krizis degan nima degan? Savdo yo'q deganda. Любой krizisda, ya'ni savdo bo'lmaganda men hech nima yo'qotmayman. Chunki men o'zim tomonimda o'zgaruvchan xarajat degani savdo bor, xarajat bor, savdo yo'q, xarajat yo'q degani. Любой biznes nuqtai nazaridan buni endi anaqada ham o'tdik, onlaynda bor edi, bu anaqa bor edi. Ya'ni hisob-kitobni ko'rsatganmiz onlaynda. Ya'ni hisob-kitob orqali siz hisoblashingiz kerak. Nechtigacha tushib ketsa savdoyingiz, siz nolga tushasiz. Bormi? Mana misol uchun endi bilmadim, raqamlarni aytib bera olasizmi yo'qmi? Siz aytyapsiz, bizda mana podpiska qismi bor deyapsiz, mana texpodержка qismi. Ma'mulingiz 0 bo'lsa, ya'ni yangi mijozlaringiz yo'q, 0. Eski mijozlaringiz hisobiga hozirgi bor org struktura bilan plyusga ishla olasizmi? Mana daromad hisobiga. Mumkin. Zo'r. Bu zo'r biznes model. Ya'ni sizga aytaylik, men bilmadim, $10,000 oyga kelib turibdi. Sizda doimiy xarajatingiz, ofis, kichkina texpodержкangiz misol uchun 5,000. Bu zo'r biznes model. Ya'ni sizda mana texpodержка, siz vazifangiz mana bu summani doimiy ravishda oshirib borish. Bu qancha ko'p oshib borsa, o'shancha ko'p sizni biznes modelingiz inqiroziga chidamliroq bo'ladi. Savdo tushishiga chidamliroq. Ya'ni men o'ylayman, sizni anaqangizda o'sha ma'mulalarning hammasini outsourcega chiqarib yuborish biznes modeli
eng ishlaydigan biznes model, hamma shunaqa ishlaydi. Mana misol uchun men SAPda ishlaganman. SAP integratorlari bor. Men hayron qolardim, bir xillarda bitta kompaniyani xodim bilan gaplashyapman-da, keyin boshqa loyihada boshqa kompaniya tender yutyapti-da, o'sha xodim bu yerda ishlayapti. Nima qilyapsan bu yerda desam, zakazda yo'q edi, bu yerga o'tib ketdi. Bu yerda ertaga o'tib ketadi, o'tib ketadi. Komanda tuda mana dasturchilar o'tdan bu yerga yuraveradi komandalar. Bular o'zini brendi bor, qanaqadir kompaniya bor, bular tenderda qatnashadi, yutsa men bilan chaqirib oladi, yutmasa uzr deydi. Siz aytganingizda bitta minus tomoni bor-da. Bizda masalan dedicated team degan tushuncha bor-da. Bor. Agarda polностью outsource chiqarib yuboradigan bo'lsa, ertaga shunday moment bor, ular sizga turib bera olmaydi. To'g'ri aytyapsiz. Bu degani critical holatlarda yaxshigina zarar keltirish mumkin. To'ppa-to'g'ri. O'shanga mana bitta siz mutaxassismisiz, yo'qmisiz davomi. Agar siz proyekt boshqarish bo'yicha kodni o'qishni bilasiz, kodni boshqarishni bilasiz. Sizga farqi nima? Bu ketdimi, boshqasi keldimi? Siz bularga bog'liqsiz degani, siz kodni boshqarmayapsiz degani. Siz uchun kod qorong'i degani. Siz kodni o'qishni bilmayman deganingiz. Arxitekturani bilmayman deganingiz. Dokumentatsiya kod qilasizlarmi? O'qishni bilasizmi? Nima muammo sizda? Bitta programmist ketdi, ikkinchisi ketdi. Hamma anaqa arxitektura siz qo'lingizda. To'g'ri, qanchadir vaqt yo'qotasiz, 1 oy, 1,5 oy, ikkinchi o'nguncha. Backup masalasi muammo bo'ladi. O'sha backup. Bu ketganda uni o'rnini qilib berish uchun o'rganish kerak. Critical momentda vaqt yetmay qoladi. To'g'ri. O'sha eng minus tomoni bo'ladi. To'g'ri. O'z-o'zidan klient yo'qotishingiz mumkin qayta. Yana bir bor aytaman, agar siz arxitekturni, mana endi arxitektura mana bitta-da, arxitekturasini boshqarishni bilsangiz, kodingizni sizni xodim ketishda siz faqat vaqt yutqizasiz. Yangi xodim keldi, butun kodni ko'ryapti. Butun kodni ko'rishga qancha 1 oy, 2 oy vaqt ketadi. O'sha vaqtni yutqizasiz. O'sha riski bor. To'g'ri aytyapsiz. O'sha joyga qanday решение qilsak bo'ladi masalan? Chunki klient hech qachon kutish xohlamaydi. Zo'r. Yana bir chiqdi, demak, qarang, mana qanaqa narsada sizda dasturchilarni bo'laylik, bo'lmasa mana yana tana anaqa bo'lyapti, istimalayapti, endi yana chuqurlashamiz. Dasturchilaringiz sizda, endi bularni qanchalik auditoriyaga qiziq emas bu narsa. Dasturchilaringiz sizda bo'linadi. Backend bor. To'g'rimi? Frontend bor. To'g'rimi? Da. Zo'r. Testerlar jamoasi bor alohida. Delivery team deymiz, testing. Bular alohida, testirovchi boshqa. Men hozir asosiy variant bor. Sizda asosiy arxitektura mana bitta. To'g'rimi? Front u takoy nisbatan osonroq narsalar. Deylik, ana asosiy muammo uy qulab tushishi mumkin bo'lgan backup, backend. Yo'q, lekin bir xilda ikkalovini o'rni alishib qolish mumkin. Bir xilda front-end oldiga chiqib ketadi, backend orqaga. Nimaga? Chunki user odatda front-endni ko'radi. U his qilmaydi u muammo backenddan keldimi yoki qo'lidan, misol uchun. Shunaqa momentlarda front-end menimcha zo'r, bo'pti. Shunaqa qildik. Bularni aytmoqchimanki, ajrata olmaysiz, masalan, bunisi bundan ko'ra yuqoriroq darajada deya olmaysiz. Demak, siz PM sifatida boshqara olmayotgan ekansiz. Siz odamni boshqaryapsiz, siz kod boshqarmayapsiz. Yana bitta muammo, siz ko'proq odam boshqarish bo'yicha mutaxassis deb ko'raman, lekin siz kod boshqarish bo'yicha mutaxassis bo'lishingiz kerak. Tushunadi. To'g'rimi? Kod bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz, hozirgi aytayotgan risklaringiz ancha kamayadimi? Mumkin emas, aniq. Menda mana ikkita yo'lim bor men. Men o'zim ishxonamni aytaman. Mana bizda sotuvchilarimiz bor. 15 ta sotuvchim bor. 15 ta sotuvchimni eng zo'ri deylik 35%, 40% savdom qiladi. Pareto qonuni bo'yicha. Ketib qolsa, men 40% savdom tushib ketadimi? Agar men u sotuvchiga bog'liq bo'lsam tushib ketadi. Lekin u sotuvchi qaysi mijozlar bilan ishlayapti? U kimning qo'lida? Sizlar haqingizda ma'lumot kimda? U sotuvchidan mandami? Manda, chunki Bittrex bor, CRM bor, manda. Sizlar gaplashgan hamma tarixi, audio zapislar, yozuqlari, zametkalari kimda? U sotuvchidan mandami? Sizda bo'l. Manda qanaqa risk bor sotuvchi ketib qolsa? Minimalniy, to'g'ri, odam muhim. Vaqt masalasi-da endi. Vaqt masalasi emas. Men shunday taqsimlayveraman. Menda 3 marta bo'lgan nomer 1 sotuvchim ketgan. Ikkitasini o'zim haydaganman, bittasi o'zi ketgan. Har safar o'sha sotuvchilarimiz 30%, 35% dan 40% gacha savdo qilgan. Ketishi bilan savdoim oshgan. Nima hisobiga? Tushmagan, oshgan. Nima hisobiga? Talash bo'lgan klientskiy baza. Zo'r klientlar yig'ib olganda, ya'ni zo'r sotuvchi-yu. Talash bo'lgandan keyin motivatsiyasi ko'proq
ko'proq ishlash hisobiga bor pulni tayyor ish qolgan xodimlaringiz sochib bergan shunaqa to'ppa-to'g'ri tarqatib bergan. xuddi shunaqa. Ya'ni sizda ham programmistga agar men sotuvchiga bog'liq bo'lganimda menda problema bo'lardi, -40% bo'lardi. Men sotuvchiga bog'liq emasman. Meni sistemam mijozni shu sotuvchining nima ma'lumot bo'lsa, bu meni ma'lumotim, meni qo'limda turgan ma'lumot. Olib keta olmaydi. U meni sistemamda, hammasini parollari bor. Hech kim kirib olib keta olmaydi narsa. Sizda ham shu narsa. Siz hozir sotuvchi emas, programmistga bog'liqmisiz yoki siz programmistni boshqaryapsizmi yoki kodini boshqaryapsizmi? Savol. Kodni boshqaramiz. Yaxshi, endi kod boshqaradigan sizda top qanchadir, bilmadim, top 5 ta odam, ключевой odamlar doimiy yaxshi oylik berish hisobiga, u sizning xarajatingiz doimiy xarajatga kiradigan qilib, o'shalarni ushlasangiz, botdagi junior, middle ishlab u keladi, ketadi, proyekt bo'lsa chaqiraman, proyekt bo'lmasa chaqirmayman desa, optimal struktura qilsa bo'ladimi? Aylanib yurib baribir yana anaqaga keldikda, core team shakllantirish doimiy ravishda, to'g'rimi? Nimalar? Outsource ga chiqarish emas. Yo'q, outsource-ga, mana uni ham bir qismini chiqarib, masalan 5 ta 6 tasini doimiy saqlasak, ularga aytaylik 5000 dollardan oylik beramiz. Shunaqa. Oyiga doimiy rasxod bo'ladi degan. To'ppa-to'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Men aytmoqchiman, siz vazifangiz optimizatsiya qilish har doim. Mana bitta ana masalan, aborni sotib olganlar bormi oringlarda? Bormi? Qayerda aborni? Ana yevropeyskiy yaxshi aborni olganlar bormi oringlarda? Ha. Bormi? Zo'r. Mana yevropeyskiy abornani nimasini olasiz? Qayerdan olgansiz? Mana ayting. Mana orqada. Amerikadan olgansiz aborni. Zo'r. Nima aborni olgansiz? Graco. Qaysi? Graco firmani оборудованияsi. Nima ishlab chiqaradi? Kraska pultlar. Zo'r. Shpaklovchniy apparatlar. Zo'r. Qarang, buni оборудованияni agar ichiga chuqurlashadigan bo'lsa, оборудованияni miya qismi bor. Qanaqadir stol, o'sha polka, nirjaveykadan qilingan narsa bor. Siz Amerikadan olayotganda polni оборудование olgansiz. Agarda edi, tasavvur qiling. Endi hozir olib bo'ldingiz, ishlayapsiz, o'sha оборудование yaxshi tushunasiz-da. Agarda edi, miya qismini, kompyuter qismini Amerikasini oldingiz. Lekin nirjaveykani Xitoydan olsangiz, оборудованияni sifati tushib ketadimi? Albatta. Nimaga? Stol nirjaveykasini o'chirtamiz. Yo'q, ishlash nimasiga xalaqit bermaydigan bo'lsa, misol uchun ma'lum bir o'sha tegidagi shtatifi bor, рабочий stoli bor, bunga o'xshagan narsani hatto shu yerda ham qilsak bo'ladi. Yashang. Ya'ni shu kombinatsiya qilsangiz arzonlashadimi oborudniyangiz? Ha, albatta. Tushunyapsiz-da? Mana shu kombinatsiya to'g'risida gaplashamiz. Mana misol uchun, endi mana Jahongir akani misol keltirdim. Bular mana nechta zavod qurishganda, mana Artel, Akfa. Bular miyani nemisdan oladi. Temir tersini aql kerak emas bo'lgan narsani arzon Xitoydan olib kelishadi. Normal arzonlashtiriladi. Men ham shu narsa aytayapman. Siz miya qismini qimmat olasiz, nemiskini olasiz, qo'pol qilib aytganda, lekin arzon qismini siz o'ynatishingiz mumkin deyapman. Tushunarli. Bu risk nuqtai nazar. Savdo nuqtai nazaridan nima qilishingiz kerak? Savdo nuqtai nazaridan klientlar doimiy kelib turish uchun nima qilishingiz kerak? Xizmat ko'rsatish. Nechta sotuvchingiz bor? Yo'q hali. Nimaga bo'lmasam muammo deyapsiz? Hali даже muammoni yechish boshlamash. Ha? Boshlash muammo. Boshlash. Qarang. Sotuvchi ana doim Barselonaga yutqizib deyapsiz-da. Nima esa hech futbolistlarim yo'q deyapsiz-da. Boyaga aytganingizda, siz dastur tuzish bilan shug'ullaning dedingiz. Xo'p, dastur tuzish bilan shug'ullanadigan bo'lsak, faqat dastur tuzamiz, u yoq kelajak qiziq emas. Bizda startaplar ham bor. Startap bu o'z-o'zidan o'zimizning shaxsiy startaplarimiz va klientskiy startaplar bo'ladi. Klientga mayli, u kelajagi o'ziga. Lekin o'zimiznikini. Siz kelishib oling. Siz startapmisiz yoki birovlarga yozib beruvchimisiz? Bunisi ham, bunisi ham. Yo'q, katta kompaniyamisiz yetarli darajada. Yo'nalishimiz bor-da. Yo'q, zo'r. Endi qarang, bu mustaqil, ya'ni moliyaviy mustaqil kompaniyaning gapini gapiryapsiz. Даже ular ham bu narsa qilmasa kerak, bunaqa hajmda qilmasa kerak-da, katta hajmda. Balkim o'sha Google, Microsoftlar qilar, mana startaplar qiladi. Lekin u yerdan normal startap qachon chiqmaganda, misol uchun. Ko'pincha sotib oladi, statistikasini ko'radigan bo'lsangiz, tayyor startaplarni sotib olish arzonroq tushadi. Lekin baribir ichida qilishga harakat qiladi. Ko'p yo'nalishlari bor. Siz hozir shpagat to'g'risida gapiryapsiz-da. Men uni ham qilaman, buni ham qilaman deyapsiz. Balki xatomiz masjidda bo'lgandir balki. Men o'ylayman, eng katta xato shu yerda deb o'ylayman. Ya'ni eng katta xato nimada? Siz qanaqa qilib bu narsani to'g'ri tushuntirsa bo'ladi. Bu umuman boshqa sohada. Mana misol uchun oddiy qilib aytganda, mana hozirgi Zara'ni misolga keltirdik. Zara bor, brend bor va ishlab chiqarish bor. Hop.
Siz aslida hozir ishlab chiqaruvchisizda, kod yozuvchisiz. Lekin aytyapsiz, men o'zimni brendimni qilmoqchiman, Zara qilmoqchiman deyapsiz. To'g'rimi? Buni muammosi kod emas, buni muammosi produkt, market product fit deydi, endi siz yaxshi tushunasiz bunaqa narsalarni. Ya'ni bozorga to'g'ri keladigan mahsulot yaratish. Zarani muammosi har yili, har kuni yangi model o'ylab topish. Bu modelni ipi qayerdan olaman, qayerga zakaz beraman, matosini qayerdan olaman, kraskasini qayerdan olaman deb boshqa olmaydi. U nima qilsaki, iste'molchi bu narsani kiyadi deb miyasi umuman boshqa tomonda. Ishlab chiqaruvchini miyasi nimada? Hozir ishchim chiqmay qolsa nima qilaman? Shveyniy mashinkam buzilib qolsa nima qilaman? Asosan deliveryda, masalan, zakaz keldi, zakaz tugatish topshirish. Ikkita har xil biznes. Nimaga siz o'ylayapsizki, Zara qila olmagan narsani siz qilaman deb? Uni ham, buni ham qilaman deb. Nimaga? Bu yangilik ekan. Bu absolyutni har xil biznes. Mana misol uchun kimdir bor, misol uchun mana kimdir ishlab chiqaradi, mahsulot ishlab chiqarib, o'zi distributsiya ochadi. Keyin kerak bo'lsa o'zi firmani do'konlar ham ochib qo'yadi. Bu umuman har xil bizneslar. Endi xulosa bo'ladi, ishlab chiqarishda masalan kengaymoqchi bo'lsak, baribir Zara ishlab chiqaruvchilarimiz anchagina katta yutuqlarga erishgan. Startap yo'nalishiga o'tib ketishimiz to'g'ri bo'ladimi? 100% masalan razrabotkani outsourcega ber. Zo'r. Agar siz faqat startap bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri bo'ladi. Siz uni ham buni ham qila olmaysiz-da, bu boshqa biznes, bu boshqa biznes. Odam fokusi bir vaqtda ikkita joyda bo'la olmaydi. Stiv Jobs ham ikkita biznes bir vaqtda boshqarmagan. Stiv Jobs yo'nalishi nima bo'lgan? Ishlab chiqarishmi? Yo'q, Stiv Jobs yo'nalishi Zara bo'lgan. U Apple yaratgan. 2 trillion dollarlik kompaniya yaratgan. U mana bu ham bitta qiziq masala-da, mana Stiv Jobs nimani yaratgan? Mana misol uchun bir-biriga o'xshash, lekin Stiv Jobs masalan kompyuter sohasida tanilgan, kompyuter ishlab chiqargan dastlab istoriyasini bilsak. Yo'q, shunaqa. Lekin mohiyatni tushunsangiz, men hozir prosta anaqa qilay, nimani ishlab chiqar, u ishlab chiqaruvchi bo'lganmi yoki Zara bo'lganmi degan savolga-da. Mana ikkita telefon bor. Bittasi iPhone, bittasi Samsung. Samsungchilar qo'l ko'taringlar. Yashaylar. iPhonechilar qo'l ko'taringlar. Zo'r. Qaranglar. Qaysi telefon funksiyasi ko'proq? Samsung ko'p. Samsung juda ko'p. Samsungga ancha katta funksiyalari bor, Apple'da yo'q funksiyalari bor. Lekin iPhone'ga короче, men iPhone'man dedi. Nima bo'pti dedi. Короче, uchi bu Samsung funksiya, iPhone brend. Qo'shilaman. Tushunyapsiz? Ya'ni bu Apple, bu brend. Mana yaqinda New Yorkka bordik. iPhone 16 olaman deb Apple Store'ga kirdim. 2 haftami, 3 haftadan keyin keladi dedi. Agar bugun zakaz bersang dedi. Butun New Yorkda bitta ham iPhone 16 yo'q deyapti. Hamma sotilib bo'lgan deyapti. Zakaz, pre-zakaz deyapti. Oldin zakaz qilasan, va onlayn zakaz qilasan, 2 haftami, 3 haftadan keyin kelasan, beramiz deyapti. Samsungda chiqqanda qanchada olasizlar? Yo'q, bu har xil, to'xtang. Brend bilan brend farqi bor. Brendning mohiyati nima? Qarang. Hamma, mana prosta Google'da so'raylar. Hamma telefonchi, faqat telefon misolida yaqinda prosta statistikasi ko'zimga tushdi. Hamma telefonchilar, misol uchun 100 so'm topayotgan bo'lsa, hamma telefonchilar qo'shilganda iPhone dan tashqari bitta iPhone hamma telefonchilardan ko'p foyda topadi. Bor statistika. Chunki brend. Tan narxini ko'rdim, iPhone tan narxi $450 mana shunaqa. 1200-1300 dollardan sotadi. Brend. iPhone 4.5 yildan beri o'zgarayotgan ham yo'q. Короче, men iPhone'man deyapti-da. Chunki u brend. Lekin o'chirid. Hech kim bilmaydi yangi iPhone tizimi, eski iPhone tizimi anaqa qilib aniqlash qiyin. Lekin brend. Men даже bu narsani intervyusini ko'rdim. Bitta o'qigan ekanman, bitta kitobda intervyusini, o'sha Apple'ni yangi nimasidir chiqqan-da, o'sha jurnalist kitob yozgan odam aytayapti, oxirida o'sha uchrashuvdan chiqdik, taksida birga qaytyapmiz deyapti-da. O'sha Apple top menejeri bilan taksida qaytyapmiz deyapti. New Yorkdamiki, qaysi shaharda. Men aytayapman, menga qara deyapti, konkurenting mana bunaqa yangi funksiya qo'shdi, bunaqa yangi funksiya qo'shdi, barakasini bersin, omadini bersin deyapti. U funksiya bilan yutmoqchi emas-da. Bu brend. Misol uchun Mercedes bor va boshqa mashinalar bor deyshadi odatda.
Mana Mercedes bor, Li bor. Qaysi Nissan? Qaysi bir funksiyasi kuritoyroq? Li ancha katta kuritoyroq. Funksiya nuqtai nazardan. Lekin katta biznesmenlar, prezidentlar, vazirlar qaysi mashinada yuradi? Yashay mana iPhone. Mercedes iPhone chiqyapsizmi? Funksiyasi zo'r bo'lsa ham bor iPhone bor. O'zi, ya'ni men aytmoqchiman, bu narsani ajratib olishimiz kerak demoqchiman-da. Ya'ni Apple misolida, lekin Alisher aka gapizni oldim, ozgina chalkashlik bor baribir. Xo'p, ayting. Nega? Ishlab chiqarish o'zida boshlangan birinchisi. Hop. Haligacha o'zi ishlab chiqaradi. Mayli, masalan, ishlab chiqarish zavodlarini Xitoyda qurgandir, boshqadir. Lekin produkt o'ziniki. Apple ofisiga bir marta bo'lsa ham borganmisiz? Yo'q, Ha, bora olmaysiz ham. Balki. Ha, nimaga bilasizmi? Kirgizmaydi. Hop. Men juda ko'p harakat qilganman, Apple ofisiga kirgizmaydi. U vizitorlik kirgizmaydi. Juda sekretniy Apple. Nimagaligini men bilmayman. Juda sekret. Bosh ofisi demoqchisiz siz, administrativ bo'lishi mumkin. Ha. So'chun Google ofisida bo'lganman. Mana oxirgi borganimizda Metani, ya'ni Facebook ofisiga bemalol kirib chiqib, rasmli videolarga olib chiqib, hech kim nima demaydi. Lekin Apple oldiga yaqinlashtira olmaydi. Men o'zim sinfdoshim eri Apple da ishlaydi. Iltimosni ham qilg'iza olmayapti. Hop, yo'q. Nimada oladi? Monitorini Samsungda oladi va hech farqi yo'q. Shunaqa. Bu brend. Konkurentidan farqi nima? Mercedes ana ikkita knopka Mercedes mana shuni qilib qo'ysangiz, bari Mercedes-da bu. Shu joyda tushunib yetolmayotgan narsam bor. Mana startapga asosan brendga e'tibor qaratgan dedik Apple'da. Startap bu produkt. Hop, produkt bilan ishlab chiqarish har xil narsa demoqchiman. Ya'ni Apple misolida yoki boshqa kompaniya o'zlari ishlab chiqaradi-ku baribir. Yo, muammosi yo'q. Qanchadir qismini o'zlari ishlab chiqarsa kerak, lekin u lega yig'sa kerak deb o'ylayman. U ham miyasini o'zi chiqazadi. Ya'ni men bilgan narsam Samsungdan anaqalarni oladi, ekranni oladi. Aytmoqsiz, g'oyani chiqaradi, kimlardir yig'ib beradi demoqchimisiz? To'ppa-to'g'ri. Tesla'ni ko'ring, Tesla ham xuddi shunaqa. Yo'q, qanaqadir qismlari, intellektual qismlar o'zida bo'ladi, o'ta shubha yo'q. Lekin 100% hech kim o'zi qilmaydi. Hech kim qilmaydi. Mercedes ham 100% qilmaydi. Ana o'zidan turklar sexni qilib o'tirishadi, bilasizmi? Demak, xulosa, aylanib yurib hammasi startapda to'xtash kerak. Ya'ni brend shakllanishida to'xtash kerak. Startap bu juda ham riskovanniy narsa. Kengaymoqchi bo'lgan biznes oxiri brend darajasiga yetib kelish kerak. Shunaqa xulosa qilsak bo'ladimi? Tabiiy. Siz brend darajasiga olib chiqishingiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Startapingizni olib chiqa olasizmi yo'qmi? Juda shubhali narsa, chunki juda ko'p omillar bor. Oddiy statistika, ko'p startaplar oxirigacha yetib bormaydi. Ko'p startaplar sinib ketgan. Men o'zimda ham nechta startaplarni ko'mib tashlaganmiz. Asosiy sabab bozorni to'g'ri analiz qilmasligiga kelib juda ko'p omil. Shunaqa. Bozor to'g'ri analiz qilmasligingiz, pulingiz yetmasligi, kodingiz ishlamasligi xohlaganishingiz millionta omil bor. Ayniqsa O'zbekistonda menda hamma proval bo'lgan startapim hammasida Amerikada yo'q muammoda, menda texnik muammo tufayli proval bo'lgan. Ya'ni kodni yoza olmaganmiz. Ana boshqa joydan bilmadim, programmistlar qo'li boshqa joydan o'sgan programmistlar tushib qolganlar, shular ishimizga tushib qolgan. Lekin lekin dunyoda muammo ko'proq sota olmadim, klient topa olmadim yoki klient topguncha. Asosiy muammo shunda. Hozirgi zamonda IT sohasi yana gapingizni oldim o'zim. Ko'rgan muammoim qanaqaki, hozirgi tendensiya dasturni yozish muammo emas, uni sotishda. Siz dasturchi sifatida shunaqa deb aytasiz. Men aytaman, men dasturchi muammo menda hali ham bor. Juda katta hamkorlik qilaylik mana bizda dastur. Men ochiman, lekin o'zbek dasturchilar bilan qo'rqadigan qo'ygan. Shu joyga aytaman, menda nafaqat o'zbeklar, balki chet ellik dasturchilar ham bor. Yo'q, bizda ham chet ellik dasturchilar bilan ishladik. Bilmadim. Va yana aytamanki, o'zbek dasturchilar bilmadim, aytishniklar bor yoki yo'q. Bilim darajasi bo'yicha chet elliklardan ancha yuqori. Bizlarning psixologiyamizda chet elda sport qanday degan tushuncha bor-ku. Shunaqa. Lekin men chet elda ham ishlab komandalik qilganman, chet ellarda ham to'g'ri aytdingiz. Odam bilan ishlash bo'yicha haqiqatda kuchliroqman. Faoliyatim dasturlashda boshlangan, lekin odamlar bilan ishlashda kuchliroqman. Zo'r. Men hayotimda bir nechta o'sish nuqtasi bo'lgan. Birinchi o'sish nuqtam bu maktabda bo'lgan, ya'ni 11-sinfda fizika matematika litseyga o'tganman va o'tda faqatgina o'qish, ilm atrofida yig'ilgan sinfdoshlar bilan birga 1 yil o'qiganman va juda katta o'sish his qilganman. Shu maktabda o'qigandan keyin Moliya institutiga butun abituriyentlarning ichida ikkinchi eng yuqori natija bilan institutga kirganman. Keyingi katta o'sishlarim bu O'zbekistondagi ilk biznes klubida bo'lgan, ya'ni Book Cafe klubida bo'lgan. 14 yilcha avval mashhur tadbirkorlar Book Cafe degan biznes klub atrofida yig'ilishni boshlagan va o'sha muhitda juda tez o'sishni boshlaganman. Daromadlarim qisqa vaqt ichida bir necha barobar o'sishni boshlagan. Qanday qilib
muhit o'zgartirilgan. Birinchi vaziyatimda maktabda hech kim o'qishni xohlamaydigan Qoraqamishli maktabdan hamma o'qiyotgan fizika matematika litseyga kirgandan keyin men ham shu muhitga kirishib ketib o'qishni boshlaganman. Bu kafega kirganimda men oddiy bir yollanma bir rahbar inson bo'lganman, lekin tadbirkorlar ichida yurib men ham tadbirkorlikka kirib qoldim. Ya'ni eng katta odamni o'stirishga olib keladigan, o'zgartiradigan narsa bu muhit va biz bu muhitni full kontakt loyihamizda yaratishga harakat qilamiz. Har kuni bir nechta post orqali meni oldimda yurgandek bo'lasiz. Loyihani nomi ham full kontakt, ya'ni men bilan polniy kontaktda bo'lasiz. Doimiy ravishda oldingizda yurganimdek his qilasiz, chunki doimiy ravishda ovozli xabarlar orqali endi o'zim nimadir o'rganyapmanmi, qaysidir uchrashuvdan chiqdim, qanaqadir insightlar oldimmi, joyida sizlar bilan ulashishga harakat qilaman. Qisqa vaqtda tez o'smoqchimisiz? Full kontakt loyihasiga kirib ko'ring. Shubhalanayotgan bo'lsangiz, 7 kunlik bepul muddatimiz bor. 7 kun bepul foydalanib ko'ring va ma'qul bo'lsa qolasiz, ma'qul bo'lmasa chiqib ketasiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun videoning tagida havolani bosing. Shu narsaga amin bo'ldimki, o'zbekistonlik dasturchilar chet elliklardan ko'ra kuchliroq. Men qo'shilmayman, mayli, bu sizning fikringiz. Biz anaqa ko'proq axborot ko'rib o'rgandirsiz deb o'ylayman. Balki. Yo'q, aynan axborot masalasida O'zbekiston axborotini deyarli ko'rmayman. Hazır. Xo'p, ya'ni bilmayman, balki menda shunaqa joylarda tushga xavotir bilmayman. Xo'p. Ya'ni ikkinchi masalaga qaytadigan bo'lsa, savdo masalasi. Bu yerda oddiy sizda klassik B2B savdo. Endi dastur biznesini hisoblaysiz. Klassik B2B. U degani B2B sotuvchilaringiz bo'lishi kerak. Shu komandani yig'ish bo'yicha o'rganishdami? Ochiqga aynan shu yo'nalishda menda umuman tajriba bo'lmagan. Tabiiy. Endi izlanishdaman shu bo'yicha. Tabiiy, qarang. Oddiy yo'li bor. Oddiy yo'li. Boyagi narsaga qaytamiz. Ikkita vazifangiz bor siz. Qaysi vazifa? Yetdimi? Jamoa yig'ish. Birinchisi. Ikkinchisi nima edi? Uni resursni ta'minlash. Lubo tushunmagan sohangizni shu ikkita qadam qilinglar, bu hammaga tegishli. Bu degani, menda B2B sotuvchi olmoqchiman. Chunki B2B savdo yo'nalishi yaxshi rivojlanmagan deyapsiz. To'g'ri, sizga B2B sotuvchisi kerak. Ya'ni eshiklarni saqlatib yurib, korxonalarga o'sha dastur yozish, sotish xizmatini sotishimiz kerak. Biz sotishni bilmaymiz. O'rganamiz, 20 yil vaqtimiz, 10 yil vaqtimiz ketadi. Bu nereal narsa. Demak, biz nima qilamiz? Biz mana bitta jamoa yig'amiz, sotuvchi yig'amiz, unga ishlashga imkoniyat yaratib beramiz. Endi jamoani yig'ishni qadam-qadam qilamiz. Mana birinchisi, qanaqa qilib jamoa yig'amiz? Nima birinchi qadam nima? Hozirgi holatda menimcha HR kompaniyalarga murojaat qilishi, outsource HR kompaniyaga qilsangiz ham unga teg'zadan berishni bilishingiz kerak. Zo'r. Faqat boshqacha osonroq yo'li bor. Qanaqa xodim kelib, sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Oddiy yo'l. Menga kerak bo'lgan sotuvchi, B2B sotuvchi hozir qayerda ishlayapti? Nomer 1 kompaniya degan. Qayerda ishlayapti? Qayerda ishlayapti? Qayerda ishlayapti? Yo'q. SAPda tayyor programma sotiladi. Bular tayyor programma sotmayapti. Sotuv komandasini tuzish bo'yicha shunaqami? Sizga o'xshagan biznes kim? EPAMmi? Misol uchun. Xo'p. Yoki EPAMga o'xshagan boshqa kompaniyalar bor. Siz aniq bilishingiz kerak, sizni ideal sotuvchingiz qaysi kompaniyada ishlayapti? O'zingizga o'zingiz savol berishingiz kerak. Chunki mana yana o'zimizdan qiynalamiz-da. O'zimizga yoqimsiz savol beryapmiz. Bilmaymiz ko'pincha javob. Chunki hech qachon o'ylab ham ko'rmaganmiz. Lekin biz vazifa shu narsani ustida o'ylay, fikr yurg'izish. Menga kerak bo'lgan sotuvchi qayerda ishlayapti? Qaysi kompaniyada? Boyagi gapdan kelib chiqadi. O'zi meni sohamda nomer 1 kompaniya kim? Misol uchun nomer 1 kompaniya EPAM yo'q bilmadim. Boshqasi bo'lishi mumkin. Demak, men bilaman, menda EPAMda ishlayapti. Men orzu qilgan sotuvchim. Zo'r. Ikkinchi nima qilamiz? Aloqaga chiqish kerak shu. Yo'q. To'xtang, aloqaga chiqishdan oldin nima uchun menda ishlash kerak? Nima uchun sizga kelib ishlash kerak? O'sha siz orzu qilgan sotuvchi nima sizga ishlash kerak? Qiyin savol bo'ladi. Agar nomer 1 dan xayr qilmoqchi bo'lsangiz, juda ham qiyin savol. Zo'r. Lekin nomer 1 dan ketib startaplarga ketganlar ko'pmi? Bor. Millionta. Nimaga ketishadi deb o'ylaysiz?
ko'pgina omillar bor, qadriyat masalasi masalan. Yo'q, men oylik byudjet masalasi. Men umrimda 2 marta nomer 1 kompaniyada ishlaganman o'zining sohasida. Bittasi Procter & Gamble, u distributsiya nima bo'yicha nomer 1 FMCG bo'yicha, ikkinchisi SAP. Ya men nomer 1larning ichida. Germaniyada nomer 1 dunyoda o'sha 5 taga kiradigan kompaniya. Nimaga u yerdan odamlar ketadi? Endi hayotda yaxshiroq taklif bo'ladi. Yaxshiroq taklif zamirda o'sha aytgan narsamiz. Oliy maqsad, o'sish shunaqa takliflar. Yaxshi. Katta kompaniyada, krutoy kompaniyada ishlayotgan bolalarni men ikkitasida ishlaganman. Eng katta muammosi nimada? Odam zerikadi. Bunaqa keys o'zimda ham bo'ldi. Tushunyapsiz? Rostdan. Siz ham katta kompaniyadan chiqamiz. Shunaqa. Zo'r. Ya'ni demak, bularni olib kelish osonmi? Juda oson aslida tegi. Menda hozir Yandex Market kommersiya direktori mana shu ofisimda ishlaydi hozir. De Yandex'da kommersiya direktor, u vachi krutoy bola. Nima keldi? Moskvich o'zi tegi Moskvada tug'ilgan bola. Bizga o'rgating. Yo'q, o'shani aytmayman, men ketma-ketlikni aytmayman. Ya'ni men aytmayman, biz ham o'zimizga qilgan narsalarni gapirib beryapman, nima? Ya'ni u odam sizga kelish uchun unga challenge berishingiz kerak. Ya'ni qanaqadir qiziq vazifa, qiziq kelajak ko'rsatishingiz kerak. Xo'p, unga nima qiziq? Kechirasiz. Aynan uni, misol uchun challenge nuqtasini topish uchun qanaqa sposoblar bor? Unga yaqinlashishdan oldingi etapda masalan. Siz kompaniyangiz kelajagini ko'rsatishingiz kerak. Katta bo'lib ketishingizni ko'rish kerak, ishonish kerak. Katta bo'lib ketish. Boyga chizib beruvdim-ku hozir, ana schema. Yo'q, esimda Ya'ni katta bo'lib ketishingizni ko'rsatishingiz kerak va ishonish kerak, ko'z bilan ko'rish kerak, ko'zga yetish kerak. Biz bilan 3 kun yurdi ishonish uchun. Aylantirdik. Loyihamizdan ko'rsatdik, qilayotgan narsamizni ko'rsatdik, ichida yurdi, boshqa qildi. Yana 3 oy imkoniyat ber, ko'ring dedi. Mana 3 oy ishlayapti, mana 3 oy tugayapti hozir. Ispitatingiz keyin to'g'ri kelsa ishlaydi, to'g'ri kelmasa ketaman deyishi ham ehtimoli bor. Lekin biz o'sha narsa ehtimol bo'lmasligi uchun biz hozir mamlakatga ko'rsatdik. Endi ketmasligi uchun mana buni ham ko'rsatib qo'ydik hozir. Shu bilan eng yuqori cho'qqini ko'rsatdik demoqsiz. Eng yuqori cho'qqini ko'rsatishingiz kerak. Ko'z yetish kerak, ishonish kerak birinchidan. Siz o'sha narsaga pulingiz, imkoniyatingiz, qobiliyatingiz yetishiga ishonish kerak. U o'sha joyda o'zini ham ko'rish kerak rolini. Aynan o'sha rolni ko'rsatish joyida, masalan, qanaqadir unga kompaniyadan ulush berish kerakmi, nima? Aynan. Men bizdan so'ramadim. Biz tayyormiz, bizdan hali so'ramadik. Bu narsaga yetib kelmadik. Pulni vobshe gaplashmaymiz. Pulni bir marta qancha mashincha bo'ldi, boshlab turaylik, berdik. Unaqa pulni talashish bosh, u g'oya deb kelyapti, u pul deb kelmaydi. Boy bola, u Yandexda 20 ming, 30 ming, 50 ming olib yurgan bola. De u unaqa biz ham pulga qarab qolgani yo'q. Lekin kelajagiga ishonyapti. Xo'p, kelajagiga ishondi. Kelajakda kimdir o'zini tasavvur qiladi, kimdir masalan qanaqa loyiha berdingiz, shu loyihada rol berdingiz va kelajakda o'sha rolni o'sishini ko'rsatish, shunaqa. O'sish darajasi qanaqa, masalan, ulush berishmi yoki nima bu? So'rasa berishga tayyormiz. Hali so'ramadi, lekin so'rasa berishga tayyormiz. Уже gaplashdik ham komandaning ichida bo'ldi, beramiz deymiz. Sheriklar bilan mana shuncha foiz berishga tayyormiz. Bunaqa takliflar menimcha xodimdan xodimga farq qilsa kerak. Aynan farq qilmaydi. O'sha joy qiziq, qanday qilib challenge nuqtasini topamiz? Farq qilmaydi. Yana bir bor aytaman. Bitta narsa, siz mana oddiy qadamma-qadam katta kompaniyada zerikadi. Kichkina kompaniya katta bo'lish, mana shu jarayon qiziq. Mana shu narsani ko'rsatib bera olsangiz yaxshi. Endi ikkinchi tomon bor. Siz olib kela olmadingiz. Yo'q, pulingiz yetmadi, qimmat so'rash mumkin. Zo'r mutaxassis qimmat so'raydi, ko'tarmasligingiz mumkin. Unda nima qilasiz? Javob yo'q. Javob bor. Maslahatchi qilib olasiz. Part-time deymiz buni. Da, sizni part-time bo'lsa ham maslahatchi qilib olasiz. Apple'dan maslahatchi qilib olasizmi kimdir? Part-time mumkin. Bizda bitta loyihada, qani bolalar bormi bizda? Sardorlar chiqib ketdimi? Procter & Gamble'da O'rta Osiyo mana anaqa qilmaylik, kameralar yozilyapti. Xullas, juda katta regionni Procter & Gamble generalniy direktori hozir bitta loyihada maslahatchi. Zo'r. Arzimagan pulga keladi. Katta pul olishmaydi. Yo'li ko'p demoqchiman, faqat qidirish kerak, izlanish kerak. Izlanish nimadan boshlanadi? Yana bir bor. Bizda eng qiyin narsa, nimaga biz ko'p muammolarni yecha olmayapmiz? Mana shu yerda ko'p odamlar muammolarga kelgan. Aslida muammo yechish formulasini o'rganib olsa, menga ehtiyoj bo'lmaydi sizlarda. O'zingizlar qilib olasizlar. Men siz ham. Birinchisi, bu o'zimizga o'zimiz to'g'ri savol berish. Men odam yo'q deb o'tirsangiz, mana даже har bir yondashuvimizni ikkiga bo'laylik, daromad xarajat yondashuv qilaylik.
Mani odam yo'q, menga hech kim kelmayapti. Bu daromad gapmi, xarajat gapmi? Xarajat, chunki bu orqasida hech nima yo'q-da. Lekin ikkinchi xuddi shu narsa. Qattan odam topsam bo'ladi. Bu xarajatmi, daromadmi? Ya'ni даже fikrlash, yondashuvda ham to'g'ri yondashishimiz kerak-da. Men hech qachon B2B bilan shug'ullanmaganman. Xarajatmi yo daromad gapmi? Xarajat, chunki dal shu icho shug'ullanmas. Lekin daromad degani ijobiy deylik, fikrlash bu qattan B2B sotuvchini olishim mumkin meni biznesimga. Deb o'zimizga ijobiy va daromad fikrlasak, o'shanda o'zimizga o'zimiz to'g'ri savol berishni boshlaymiz. Endi qattan olsam bo'lar ekan, zo'r, yaxshi savol. Men orzu qilgan zo'r shu sohadagi IT produkt sotish biladigan odam qayerda ishlayapti hozir? Masalan, EPAM. Bu yaxshi, qarayman, savol berayotganda ijobiy savol beraman. Qayerda? Endi keyingi savol, u yerda qimmat-da, men olib kela olmayman. Bu daromadmi, zararmi, xarajat? Xarajat. Lekin nima qilsam menga keladi? Bu o'zi to'g'ri fikrlash. Juda ko'p narsa faqatgina o'zimizga o'zimiz to'g'ri savol berish orqali hal bo'lib ketadi. Yana bir bor. Qimmat so'radim, muammosi yo'q. Nima qilsakki, sen menga qimmatsan emas. Nima qilsakki, birga qaysidir ko'rinishda hamkorlikni davom etsak bo'ladi. Daromad fikrlashmi? Zo'r. U odam aytadi, bizda bu tajriba juda katta, juda ko'p o'zimizning o'sha milliardlik atrofdagi tadbirkorlarga o'zimizning loyihalarimizga shunaqa odamlar qidiramiz. Mana bizda Zvuf degan loyihamiz bor. Zvuf loyihasida brending yo'nalishi bor, reklama brending yo'nalishi bor. Bolalarga anaqa xizmat ko'rsatadi, korxonalarga brend o'ylab topib, logotip, reklama kampaniyalar va hokazo. Biz ham xuddi shunaqa, to'xta. Bu sohada nomer 1 kim? Brending bo'yicha. Bilmadim. Biz bilgan dunyoda nomer 1 Avstraliyada King Kong degan kompaniya bor. King Kong kompaniya nomer 1, zo'r. King Kong kompaniyasida bizga ishga odam olib kelishimiz uchun nimaga bizga kelish kerak? O'tirib suhbatlashyapmiz. Demak, biz qanaqadir yangi challenge, unga qiziqarli bir ish beramiz. Zo'r. Hozir King Kong kompaniyasini top menejerlardan bittasi bizni kompaniyani maslahatchisi bo'lib ishlayapti. Zo'r. Misol uchun, bu deyarli hamma yo'nalishimizda shunaqa. Nech pul maslahatchi? Arzimagan pul turadi. Kimdir $500, $1000, ya bo'lsa $2000 so'rar. Unaqa osmon pul emas-da bu. Lekin bir haftada 1 soat ajratadi, 2 soat ajratadi. Kimlardir bir oyda 2-3 soatga kirsa, kelishingizga bog'liq. Aynan part time ishlash masalasi juda yoqdi, masalan, biznes modelda. Oldin fiksada ishlaganman ko'proq. Shunaqa. U yaxshigina resurs yeydigan narsa. Aynan shunaqa biznes model o'zgartirish orqali anchagina masalan ekonom qildim. To'ppa-to'g'ri. Byudjet. Bitta narsa tushuningda, top menejer urovindagi bolalar shundoq ham yaxshi oylik oladi. Men unaqa oylik talashib boshqa qiladigan yaxshi summa berishadi har doim. Chunki men unaqa har doim top bo'lganimga, top menejer bo'lganimga, yana har doim rahbar, direktor yoki komissiya direktor urovida ishlaganimga o'tda oylik plus minus tam normalniy summa deb baribir. O'tda o'zi g'oya deb borasiz, challenge deb borasiz, qanaqadir qiziq narsa deb borasiz-da. O'tda mana dajman Yandexni bolalar olib kelganim, men uni hayotda oyligiga olib kela olmasdim. Men unga bergan hozir pulim Yandexdan kamroq pul beraman, ishlayapti o'tda. Lekin g'oya deb kelyapti-da. Alisher aka, bitta savol. Mana hozir bitta narsa qilaylik. Mana bularni yo'q demasanglar yakunlaydi. Keyin savol javobga o'tamiz. Charchagungacha savol javob qilaveramiz. Kichkina o'zingiz rezyume qiling. Nima oldingiz hozirgi suhbatimizdan o'zingiz uchun? Avvalambor aytishim kerak, o'zi anchagina tarqoq fikrlar jamlanishni boshladi. Aynan o'sha startap yoki ishlab chiqaruvchi deganingizni. O'ylab ko'raman bu nuqtasini yaxshigina. Keyingisi risk bo'yicha shu. Baribir aylanib yurib ko'proq ilm olish kerak degan fikr kelyapti. O'zi aslida kursiz boshlaganimda o'zi hamma portlab ketdi. O'sha bitta liniyada yurgan bo'lsam, o'sha liniya yo'q hozir. Qayerdadir turibman, qidirib yuribman o'zim qayerda edim, kim bo'lmoqchi edim, nima qilmoqchiman. Oliy maqsadni lekin o'zgartirdim. Shundan keyin men o'ylayman, endi balki dasturlash sohasida yurishim ham shart emas. Ochig'ini aytsam, shunaqa o'sha fikr o'zgarishni boshlagan. Shunaqa. Sizga rahmat deymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.